Salom aziz obunachilar. Mana sizni marhamatdagi Xudo xolasa ikkinchi obyektimiz bityapti. Bu joyda qilingan ishlar, sarf-xarajatlar, materiallar va usta pullarni to'liq sizlar bilan arzon qilib yoritib borishga harakat qilamiz. Bu yerdagi ustamiz, qilib bitirgan ustamiz bilan bir qator to'liq ma'lumotlarni olamiz aziz qadrdonlar. Video yoqsa layk bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Aziz obunachilar, mana shu ko'rib turgan joylar to'liq mana shu ustamiz mana shu qo'rg'on devorlarigacha qilib bergan. Hormang endi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Charchamasdan. Alaykum assalom. Mana ishlarni ham chiroyli qilib bitkizib olsiz. Bu yerda nima ishlar qilganimizni bir qator tushuntirsangiz. Birinchi mana shu fundamentimizga nimalar qilganmiz, qancha Birinchi stakan quyganmiz. Har bitta kolonnani tagiga. burchaklariga, Har uyni bitta burchaklariga tagiga. mana ko'ryapsizlar. Nechiga nechi bo'ldi endi usta bu stakan? 1 ga 1 bo'lgan, 1 ga 1 bo'yi qira bo'lgan. Qalinligi qirq. Endi Endi 4 ta xonamiz, 2 ta ayvonimiz bor. mana 3,5 bir xil ekan ikkala tomoni ham mana. bir xil ikki tomon. 2,5 metrga 4 metr. 240 ta 6,5 metr xona. Mehmonxona ekan usta. Bu yerimiz 260 ga 440. Koridor oldi to'silib bilan bu tomoni Zina bo'ladi bu yerda. Xonalarga chiqqani. Bu yoq ham xuddi shunday. 2,5 metrga 4 metr, 240 ga 6,5 metr xonamiz bor. 260 ga 440 koridorimiz. Keyin bu tomonda zaborimiz bor. 22 metrga 21 metr. Yalanimiz zabor ekan. Zaborlarimiz necha quydik usta aka? 55 quydik. Narigi tomoni latoy bo'lib turib, ustiga quyilgan. Asheri ham bir ko'rsatamiz bo'lmasa. Bu yerda aragimiz borligini hisobiga chekkasiga latochka o'xshatib quyildida, yoqasi tasha qilib turib, ustiga 40 santimetr quyildi. Endi bu devor qulab ketmas uchun-da. Devorga zak ketmasligi uchun mustahkamroq qilindi. Svaka bo'lishi uchun armaturalarni chiqarib ketdilar, tumbalar uchun. Tumba, bunaqa tumba qo'yib ketiladi. Mashina ustiga kolonna quyilaveradi. Bu tomonimizga 2,5 tonna sement ketdi shu atrofini. Qo'rg'onimizga. Qo'rg'onimiz o'ziga. Qo'rg'onimiz necha metr? Ma'lumot. Bu yoq 22 metr, bu tomoni 21 metr. 21 metrga 22 metr joyga qadrdonlar mana ko'ryapsizlar. Bunaqa mana liniyalari ham xudo xolasa cho'tga qilib berishgan. Bu yerga tosh tashab qo'yilgan, lekin tosh tashlagan, biz tosh tashamay ham shu narsa qilib beramiz. Uydagilarning talabiga binoan qilindi usta. Uydagilar tashab ber desa tashab beramiz, tashama desa tashamay qo'yamiz. Mana endi aziz qadrdonlar, bu yerga endi ketayotgan rasxodlarimiz ayting, armatura tashlandimi, tashlanmadimi shularni ham. Bu tomonga qo'rg'onga tashlangani yo'q. Bu tomonga birinchi etapida tashlaganmiz. Tagiga to'rttalik o'rtasida yo'qligini hisobiga bitta rigel hisob bo'ladi deb tagiga bir qator shu kolonna sifat qilib to'qib tashlangan to'rttalik qilib. Polni baylab olingan. Polni baylangan, bir qator polni aylangan. Ko'pchilik keyin usta so'raydi mendan ham, men ham yo'q, tashlash kerak deyman. Ko'pchilik bir etaj bo'lsa padosh quymasam, armatura tashlamasam bo'laveradimi deydi. Shu narsaga ham o'zingizdan mana tajribangizdan kelib aytsangiz. Bir etaj qilib padosh qilmasa, обязательно tashlash kerak. Chunki yer qimirlashi bor, boshqa bor, to'g'rimi usta? Mo'rt narsa bo'lib qoladi, bo'linib ketish osonroq bo'lib qoladi. Tashlab qo'ysa, padosh qilmasa, o'ziga tashlab qo'ysa ham bo'ladi. O'ziga tashlab qo'ysa, bu faqat yer qattiq joylarga, to'g'rimi usta? Zaki yo'q joylarga shunaqa joylar. Keyin aziz qadrdonlar, agar bundan ekonom qilsanglar, ertadan keyin yorilib ketsa, uylar bitgandan keyin uyni boshqatdan buzishga to'g'ri keladi. To'g'rimi usta? Buni betonni hech qanaqasiga boshqatdan o'rnini quyib bo'lmaydi, olib turib. Buni buzish kerak bo'ladi. Endi Bega sement ketgan sementimiz 8 tonna sement ketdi. 8 tonna общий mana shu joyga. Balandligi 1 metrmi usta? Balandligi 1 metr. Shag'alimiz. 6 kamas shag'al ketdi. 6 kamas qanchadan olyapmiz? Shularni ham bir qator yoritib ketsak, marhamat. 1 million 200 mingdan oldik. 1 million 200 mingdan bu marhamatdagi narxlarimiz. Sementimizni qanchadan olib kelindi usta? Sementimiz 610 dan. 610 so'mdan sement. Endi armaturamiz necha metr va nechilik ishlatish, shularni ham bir yozib olsak. Bu betonga bir qator aylantirishimiz 12 lik bo'ldi. Bu kolonnamiz 14 lik bo'ldi. Bir etaj hisobga. Necha metr ketdi shunda armaturalarimiz? Armaturamiz
230 metr pastga ketdi. Mhm. Bu 13 13'da butun 11.70 Ha, armatura ketibdi. armatura. $100 hozir toplamadik. Abdurushdan olganiga. Sementlarda 600 qanchadan oldinglar? 610 dan. 610 dan. 1.200.000 mingdan shakarop oldik. $8. Oltin mashina ketib mashq turgan joylariga. Ikki emas tosh oldik. Ikki kamaz toshamabdi deb o'zi oldin to'kib qo'ygan ekan. $8. Biz Bunga 2 kamaz ketdi, bunga 1 kamaz ketdi. bunga 3 kamaz ketdi. 3 kamaz tosh ketibdi mana shu joyimizga. Endi uchta puli qancha bo'ldi? Necha metr chiqdi? Shularni ham bir qator hisob qilsak. Bu tomonimiz 75 u 6. Ha, 75 metr uydiki. Bu tarafimiz общий hisoblaganda bu tomonimiz 3.760.000 bo'ldi. Qo'rg'onimiz. Qo'rg'onimiz. Bu 55 ga hisoblanib, nariga haligi latok qilganimiz 55 mingdan hisobladik uni ham. Tepasi 40 ta, Ekslok quyildi, to'g'rimi usta? Bir marta Ha. quyildi, ustiga yana bitta quyildi, padoshka hisobida bo'ladi. Ekslok. Отдельныйlik uchun asha pasini o'zini 55 ming hisobladik. Tepasi asha 13 mingdan 10 santimetr Har 10 ketgan. santimetr. Bu tomonimizniki Bu tomonimizniki 130 mingdan bo'ldi. qari. 1 metr. Bu birinchi ishdagi o'rqamiz uchun, qishda bir o'rqamiz uchun bo'ldi. Hozirgi kunda 140 mingdan qilyapti. Usta har 10 santimetr 14 har mingdan 1 10 metr. santimetr 14 ming mana shu. 10 Bir santimetr 14 ming. To'g'ri. Endi usta puli общийsiga qancha bo'ldi? Общийsiga 17 million 120 ming so'm pul bo'ldi. Aziz obunachilar, 17 million 320 ming so'm bu real. Bu sizlarni aldab boshqa narxda aytish kerak yo'q. Mana uyda egalari ham xursand. Mana qo'shnisi havas qilib yana shu narxdan xudo xohlasa qo'shnilariga ham qilib beryapti. Qo'shnisiga ham o'tkazish proyekt asosida ekan bu. Proyekt asosida ham qilib xudo xohlasa bu yerga yana qaytamiz. G'ishtlarni ham urib beradi degan. Alloh nasib qilsa bu joylarga ham nasib qilsa qaytamiz. Ko'ryapsizlar, liniyalari devor o'ta tekis. Keyin usta ko'pchilik yog'och temir apparatga, yog'och apparatga buni farqi bilan uni farqini bir aytib bersangiz. Temir apparatda bu silliq chiqib qoladi-da, ushlash qiyin bo'ladi. Bu yog'och apparatda sal bunaqa nimalari bo'ldi. Shlaglari bo'ladi, hozir shlaglari bo'ladi. Nima o'sha edi? Shuvog'imiz So'kilishi edi. Keyin teshik ham bo'lib qolmaydi. Ko'ryapsizlar, mana sim qoladi xolos. Mana ko'ryapsizlar, mana sim bo'lib. Temir apparatda kakbutda mana qilib turib qo'yiladi-da, ustidan haligi o'zini o'qi bor. Lekin mana shunaqa joyi teshik bo'lib qoladi. Podvol yo boshqa narsa yaqsangiz, yerdan suv o'tib ketadi, yomon qoladi. Ko'rdinglar, qadrdonlar. Ko'pchilik bizdan yog'och apparatga shunaqa deydi. Bo'lmaydi, temir qilib beriladi. Temirda ham minus tomonlari bor, plus tomonlari ham bor. Plus tomoni shu so'li ichida qoladi. Bunda yog'och apparatda sement oqib ketib qoladi deydi, lekin ana shu narsa noto'g'ri. suv oqadi xolasa. Filtrlanib toza suv chiqib ketadi xolos. Suv chiqib ketadi. Sement chiqib ketmaydi hech qachon. Ana. Aziz obunachilar, bu foydali bo'lgan ma'lumotlarimiz uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xizmatlar bo'lsa, Andijon bo'yicha xizmat qilamiz, usta. Xudo xolasa Korotka holatigacha xizmat qilamiz. Podeshka qilib like bosishni unutmanglar.